Assalomu alaykum. Men ismim Nurbek, kasbim kosibman. Salkam 10 yildan beri shu sohada faoliyat olib boraman va shu kungacha to'plagan barcha bilim va tajribamni sizlar bilan ulashishga qaror qildim. Demak, bundan keyingi poyabzal haqida joylaydigan qiziqarli va foydali ma'lumotlarimizdan bexabar qolmaslik uchun bizga obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, foydadan xoli emas. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, bu narsa o'zi kerakmi? Menimcha ha, kerak, ayniqsa bizning jamiyatimizda. Chunki har qanday mahsulot bo'lishidan qat'iy nazar, sotib olayotgan narsamiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasak, o'z-o'zidan qimmati yaxshiroq tamoyiliga tobe bo'lamiz. Va bu tamoyil e, noinsof sotuvchilarning o'z millatdoshlarini qo'llaridan kelgancha chuv tushirishiga sharoit yaratib beradi. Agarda biz sotib olayotgan mahsulotimiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lsak, bizni hech kim alday olmaydi. Men o'zim poyabzal sohasini yaxshi tushunganim uchun mana shunga o'xshash noqulay vaziyatlarga juda ko'p duch kelganman. Va mana shu berayotgan ma'lumotlarimizning asosiy sababi ham shuning uchundir. Menimcha bu beradigan ma'lumotlarimiz xalqimizga manfaat keltiradi deb umid qilamiz. E'tibor uchun barchaga tashakkur. Bizni kuzatishda davom eting.